Ayol kishini bir kunda 24 soat bo'lsa 30 soat vaqt o'tadigan joyi qayt bo'ladi? Oshxona bo'ladi. Ayollarimizga chiroyli nima qilib beraylik? Oshxonasini chiroyli qilib beraylik. Tashqarida bo'lmasin oshxona. Qishda bechora so'qatib kir chayqamasin. Idish-tovoq yuvmasin, qo'li so'qatib. To'g'ri gap gapiryapman, de o'zlaringiz ham nima qilib ko'ringlar. Oshxona ichkari joyda bo'lsin, sharoit qilib beraylik. O'ynagani boryapman, yoz kelyapti. Bo'lmagan joyimiz qolmaydi. Qancha pullarni isrof qilib yuboramiz, qancha joylarga nima qilyapmiz. Shuni o'rniga pul to'plab turib, ayolimizga bitta kir moshina olib beraylik, maza qilsin ayollar. Tog'orada kir yuvib, tashqarida sovuq suvda kir chayqamasdan nima qilsin? Maza qilib kir moshinada yuvsin. O'shaniga ketadigan vaqtini farzandlariga sarflasin.